moldek haydavasizlarki, erkak kishilar ham hech bir qolishayotgan joyinglar yo'q. Masalan, avtobuslarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yo'l sizdan ham, mendan ham qolib ketadi. Nimasiga talashasizlar ya? Nimasiga? Assalomu alaykum. Xayrli kech, hurmatli yurtimiz haydovchilari. Bir yo'lda yurishinglarga, bir rioya qilishinglarga ko'z tegmasin. Bir ham moldek haydavasizlarki, sizlarning ketinglardan bir mashina haydab ham bo'lmayapti. Avvallari ayollarni bir to'g'mi yedirdinglar. Hozir erkak kishilar ham hech bir qolishayotgan joyinglar yo'q. Yo'lda men bir chorrahalardan o'tayotganda, yo'l bo'lmasam yo'l qoidalari bor, svetofor ishlamaganda o'ng qo'l qoidasi bor. Men bu yo'ldagi chizib qo'ygan chiziqlar u havas uchun, kimdir zerkanidan bolalarni oldin sakrash uchun, o'ynash uchun chizib qo'yilmagan. Bu palasadan almashtirib o'tganda qonun qoidalar bor. Ozgina amal qilinglar. U bir erkaklar ham qolishmayapsizlar ayollardan. Ayollarni haydashni bilmaydidir deylar. Biron bitta shofyordan borib so'rab tursiz, oddiy misol uchun yo'l belgilarini bilmaydi. Yana hammasi ham maylinku. Xalq tilida aytadiganimiz birinchi palasa, ya'ni o'zi qonun qoida bo'yicha aytsak, uchinchi palasa, ya'ni obgon qiladigan. Bu palasada mashinani orqasiga tirab olib, margat qilib, yarki farelarda nima desa bo'ladi, ba'zi birlar rulda ayol kishi, bolasi bor, yosh kattalar bor, yosh katta otaxonlarimiz bor. Hozir ko'z tegmasin, onajonlarimiz mashina haydab yuribdi. Sal o'pkanglarni bosib olinglar. Bugunning o'zida ko'zimning oldida bir 3 ta DTP ko'rdim. Har kuni yo avariya bo'lgan, yo ketidan yetib olgan, yo bir-birini siqib qo'ygan. Nimaga? Shu misol uchun insonni har bir taraflama, har bir yo'nalish bo'yicha, ya'ni ovqatlanish bo'yicha, ko'chada yurish bo'yicha estetikasi bo'ladi. Ya'ni yo'lda ham xuddi shunaqa, yo'lda ham ozgina bir-biringlarni hurmat qilinglar, baraka topkurlar. Bu yo'l sizdan ham, mendan ham qolib ketadi. Nimasiga talashasizlar ya? Nimasiga? Ja bo'lmasa bir-biriga signal chalib qo'ysa, kelib uni yo'lini siqib, yo bo'lmasa avtobuslarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bir o'zi ikki qator bo'lib ulanib olgan avtobus. Oldingi avtobuslar bir kichiklik qilgan ekan shakilli, hozir juda ham katta, yana u ulangan, u o'lgur ko'chadan qayla olmaydi, palasadan palasaga o'tmoqchi bo'lsa, na pavorot bor, na kutib turish bor. Shartta yengil mashinaning ustiga qarab turib qaylib kelaveradi. Hammamiz o'zbekmiz. Ozgina muomala madaniyatli bo'laylik. Yo'lda og'izdan chiqayotgan gapga voy men so'ragan bo'lardim. Yo, bunga bir chora ko'rish kerak. O'shanda DTPlar soni kamayadi. Yo, ozgina o'zinglarni hurmat qilib, ozgina muomala madaniyatda bir nima deydi, opa-do'dinglardan qolib ketmaganda bu yo'l. Yana gapimga xafa bo'lib o'tirmanglar, hurmatli haydovchilar.